Sizga eng xatarli ota-onani 5 ta aniq sifatini aytaman. O'zingizni tahlil qilib oling. Birinchisi, haddan tashqari nazoratchi ota-ona. Farzandini har bitta ishiga aralashadi. Kim bilan do'stlashadi, qayerga boradi, qaysi kiyimni kiyadi, qattiq nazorat qiladi. Bu odat bolani kelajakda mustaqil qaror qabul qilishdan mahrum qiladi. Ikkinchisi, doim tanqid qiluvchi ota-ona. Sen hech narsani eplay olmaysan, lattasan degan so'zlarni aytishdan saqlaning. Bu bolada o'ziga ishonchni so'ndiradi. Uchinchisi, mehrni shart bilan beradigan ota-ona. 5 olib kelsang pul beraman, ishlarimni bajarib bersang aylanishga olib chiqaman. Tanidingizmi? Bu bolada ichki qadrini yo'qotishga olib keladi. To'rtinchisi, bolani his-tuyg'ularini inkor qiluvchi ota-ona. O'tir, jim bo'l, yig'lama deyishingiz natijasida bola hissiy yopilib qoladi. Beshinchisi, o'z hayot tajribasini majburan farzandiga yuklaydigan ota-ona. Bu narsa bolani kelajakda o'zini yo'lini topishida to'sqinlik qiladi. Xatarli ota-onaning qaysi belgilari sizda bor ekan? Albatta yozib keting.